alaykum. Algebraik ifodalar mavzusini ko'rib chiqamiz. Demak, algebraik ifoda birinchi formulasini boshladik. Har qanday sonning 0-si 1 ga teng. 0 dan tashqari. A 0 ga teng emas bo'lsa, ya'ni A ning 0 1 ga teng, faqat 0 bo'lsa 0 ni 0 aniq emaslik, o'shaning uchun 0 dan tashqari. Masalan, 2 ning 0 nima desa 1, 3 ning 0 nima desa 1, minus 13 ning 0 nima desa 1. Xo'p, 18 ning 0 nima desa 1. Ya'ni har qanday sonning 0-chi darajasi nimaga teng desa 1 ga teng. Faqat 0 dan tashqari. Ikkinchi qoida. A darajasi minus n bo'ladigan bo'lsa, bu nima qiladi? Minus 1 taqsim A ning eni, ya'ni tepadagini pastga tushiradi. Masalan, tepadagini pastga tushirdi degani, bunda ham 0 dan tashqari desak ham bo'ladi. 0 bo'lsa ham bo'sh to'plam qilib chiqarib beradi. Masalan, 2 ning minus 3, bu nima degani? 1 taqsim 2 ning kubi degani. 3 ning minus 2, bu nima degani? 1 taqsim 3 ning kvadrati. 5 ning minus 6, bu nima degani? 1 taqsim 5 ning 6. 4 ning minus 2, bu nima degani? 1 taqsim 4 ning kvadrati degani. Ya'ni mana shunaqa formula. Keyin uchinchisi. A ni x ko'paygan A ni y bo'lsa, ko'paytirilganda darajalar qo'shiladi. Mana A darajalar qo'shamiz. X ga qo'shamiz y ni. Ya'ni darajalar qo'shildi. Masalan 3 ta kvadrati ko'paygan 3 ta to'ri bo'lsa, 3, ya'ni 2 ga 4 qo'shiladi. 2 ga 4 qo'shib qo'ysak 6. X ta kvadrati x ni 7si bo'lsa, qo'shib qo'yamiz. X 2 ga 7 ni qo'shsak 9. X ta 6si, x ta 13 bo'lsa, x 6 ga 13 qo'shamiz. 6 ga 13 qo'shadigan bo'lsak nima chiqadi? 19 kelib chiqadi. Ya'ni ko'paytirilganda darajalar qo'shiladi bo'lyapti. Keyin 4-inchisi. A darajasi x taqsim A darajasi y bo'lsa, bo'linganda ayriladi. Ya'ni A darajasi x dan y ni nima qilamiz? Ayiramiz. Masalan, x ta 4 taqsim x ta 3 bo'lsa, ayiraveramiz. 4 dan 3 dan ayiraman, x ta 1, ya'ni x ta o'zi. Hop, x ta 12 taqsim x ta 4 bo'lsa, 12 dan 4 ayiraman. 12 dan 4 ayirsam x ning 8. X ta 5 taqsim x ta o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu x ning 4, ya'ni mana daraja 5, bu 1. Ayirib olsak 4 chiqadi. Ya'ni bo'linganda darajalar ayriladi degan qoida bo'lyapti. 5-inchisi. A ni x tashqarida mana y bo'lsa, ko'paytiriladi. A darajasida x ko'paygan y. Masalan, 2 ni 3-inchisi darajasida 4 bo'lsa, ko'paytirib qo'yamiz. 2 mana 3 kara 4 nechi? 12. Keyin 5 ni kvadrati darajada 7 bo'lsa, ko'paytirib qo'yamiz. 5 darajasida 2 kara 7 14. 2 ni 3 darajasida 13 bo'lsa, ko'paytirib qo'yamiz. 2 ni darajasida 3 kara 13 39 deb yozib qo'yamiz. Endi 6-inchisi. A darajasida x, mana y qavsi yo'q. Qavsi yo'q bo'lsa, mana shunday turaveradi. X y bo'lib daraja bo'lib turaveradi qavsi bo'lmasa. Masalan, misol 2 ning 3 ning 4, mana tepadagi misol bilan bir xil. Mana yerda nima chiqdi? 2 ning 3 ning 4, 2 ning 12 chiqdi. Bunda nima chiqadi mana? 2 ni 3 ni 4 ni hisoblaymiz. Daraja qilib. 3 ni 4 degani 3 ko'paygan 3 ko'paygan 3 ko'paygan 3, ya'ni 4 marta 3 ni bir-biriga ko'paytirsa 81. Demak 2 ning 81. Mana ikkalasinin farqi bor. Bu 2 ning 12si, bu 2 ning 81. Mana 5 ning 2 ning 7si mana. 5 turaveradi. 2 ning 7si degani, xo'p, 7 marta 2 ni bir-biriga ko'paytirish kerak. 7 marta bir-biriga ko'paytirsak 128 chiqadi. Demak 5 ning 128 bo'ladi. Endi bunisi juda katta zamon ko'targan. Masalan, boshqa yozaman. 5 ni hop, kubini kubi yozyapman mana. Masalan, kubini kubi bo'lsa, agar qavsi bo'lganda 3 kara 3 9 bo'lardi. Endi kubini kubi deb yozsam 5 ning 27si bo'ladi. Agar qavsi bo'lganda 5 ning 9 bo'lardi. Endi qavsi bo'lmagan uchun 5 ning 27si bo'ladi. Demak, qavsi bo'lmasa daraja deb hisoblar ekanmiz. Davom etamiz. Demak, 7-formulamiz. Agar A ko'paygan B, mana darajasi x bo'lsa, bu har biriga tegishli. A ning x ko'paygan B ning x. Masalan, 2 ko'paygan 3 ni darajasida 5 bo'lsa, bu 2 ni 5i ko'paygan 3 ning 5i bo'ladi degani. Yoki 3 ko'paygan 7 ni 12si bo'lsa, bu degani 3 ning 12si ko'paygan 7 ning 12si degani. Endi 8-inchisi. A taqsim B ni darajasida x bo'lsa, buni yozib olamiz. Bu nima degani? A ni darajasida x taqsim B ni darajasida x degani. Masalan, 3 taqsim 5 ni 4 bo'lsa, bu degani 3 ning 4 taqsim 5 ning 4 degani. Yana 5 taqsim 6 ni 17si bo'lsa, bu degani 5 ning 17si taqsim 6 ning ham 17si degani. Keyin 9-inchisi. Agar A qo'shilgan
a qo'shilgan va hokazo qo'shilgan a dan n ta bo'lsa, bu nima degani? N ko'paygan a degani. Masalan, misol 3 qo'shilgan 3 qo'shilgan 3 qo'shilgan va hokazo qo'shilgan 3 dan 80 ta bo'lsa, bu nima degani? 80 ko'paygan 3, ya'ni 240 degani. Keyin 10-si a ko'paygan a ko'paygan a ko'paygan va hokazo ko'paygan a dan n ta bo'lsa, bu a ni darajasida n. Ikkalasini farqi bor o'rganamiz. Demak, qo'shilganda a ni oldida bo'lyapti, ko'paytirganda o'sha a darajada bo'lyapti. Misol endi yana 3 ko'paygan 3 ko'paygan 3 va hokazo ko'paygan 3 dan yana 80 ta desa, mana bu 86 da edi. Endi bu darajada bo'ladi. 3 ning 80 darajasi bo'ladi. Ikkovi farqi shu. Bu 10-formula. Endi mana bunaqa masalga keladi. X kvadrat x x ning 3 taqsim x ning 5. Mana shu ishlashimiz kerak masalan. Ishlaydigan bo'lsak, daraja ko'paytirilganda qo'shiladi. Bu 2, bu 1, bu 3. Hammasini qo'shamiz. 2, 1, 3 qo'shsak x ning 6si bo'lyapti. Mana x ning 6si taqsim. Buni qo'shadigan bo'lsak, x ni 1, x ni 1, x ni 2, x ni 5 bilan x ning 7si bo'lyapti. Bo'linganda darajalar ayriladi. X darajasida 6 dan ayiramiz 7 ni. Shunda kelib chiqadi x ning -1. X ning -1 degani 1 taqsim x. Yoki mana 6 ta ketadi, 7 ta ketadi, bitta x qoladi deb 1 taqsim x deb yozib qo'ysak ham bo'ladi.